to'g'ri o'g'it yuqori hosil kafolat. Haqiqatan ham shunaqa. Endi qarang, biz boya tuproqni tahlil qildik, tahlil qilganimizdan keyin tahlilga asosan o'g'itlashni tavsiya qilgan bo'lardik. Masalan, fosforli ekinlarni ekishdan oldin berish. Biz buni boplaymiz deymiz. Ya'ni biz odatda amafos bilan shu ishni bajaramiz. Ya'ni nima uchun? Chunki fosfor o'simlikning ildiz tizimini rivojlanishini yaxshilab beradi va hosildorligini oshiradi. O'shaning uchun fosforli o'g'itlarni biz ham tavsiya bergan bo'lardik, ekishdan oldin berishni. Biz ko'pincha e'tibor bermaydigan, 3-plankaga qo'yadigan o'g'it, lekin aslida bu birinchiga chiqarilishi kerak deb shaxsan men o'ylayman. Bu kaliy va kalsiy muvozanati o'simlik uchun ham, tuproq uchun ham doimiy yetishmovchiligi bor, zarurati bor bo'lgan o'g'it bu kaliy bilan kalsiy elementlari hisoblanadi va buni muvozanatini biz saqlashimiz shart hisoblanadi.